Iftorlik uchun uydagilarga nima ovqat qilib beray deb magazindan tayyorgina ikkita tayyor somsa xamiridan olib keldim. Xo'jayinim ham xuddi bilgandek yangi so'yilgan mol go'shtidan obkeptilar. Pichoqlarimni charxlab bismilloh deb go'shtni maydalashdan boshladim. Lekin barbiram pichog'im sal o'tmaslashib qopti. Mushukcham ham miyovlaverganiga unga ham ozgina go'shtdan berdim, lekin baribir ham chakaga tinmadi. Piyozlarni ham hammasini avval bittalab to'g'rab, keyin esa yana bittalab to'g'rab maydalab chiqaman, chunki somsaga juda ham maydalab piyoz to'g'rash kerak. Shundagina piyozni soki chiqib, mazali bo'ladi. Ziravorlarni ham qo'limda maydalab ishg'alab chiqdim va yaxshilab piyoz bilan go'shtni aralashtirdim. Xona haroratida somsalarni xamiri ham yumshab qoldi. Ularni birma-bir ajratdim. Sal yumshab qolgan somsa xamirlarini endi o'qlov yordamida yoyib chiqdim. Avval 4 burchakli somsa xamiridan boshladim. Buni ichiga to'g'ragan go'shtlarni solib chiqaman va 4 burchak shaklida o'rab chiqdim. To'g'rama somsalarni juda ham yaxshi ko'raman. Xo'jayinim ham yaxshi ko'radilar. Men uchun to'g'rama somsa qilib bergin deb aytgandilar. Shuning uchun bo'lsa kerak, bu somsalar ham barakali bo'lib ketdi. Mana shu 4 burchakli somsachalarim 40 ta bo'ldi. Ularni pishirishga jo'natdim va damashniy somsalarimga o'tdim. Bularni dumaloq shaklda yoyib chiqdim, ichiga esa qiyma go'shtini solib chiqdim. Bularni esa 3 burchak shaklda tugib chiqdim. Bu somsalarni xamiri tayyor bo'lsa ham, lekin xuddi uyda tayyorlangan damashniy xamirga o'xshab ketadi. Mana shu 3 burchakli somsalar menga yoqib ketdi, juda ham chiroyli bo'ldi. Ustiga esa kunjutlarni qo'yib chiqdim. Mana shuni xamiri juda ham yumshoq ekan. 4 burchakli somsalarim ham qizarib pishib chiqdi. Juda ham mazali bo'ldi. Dasturxonga tortdik. Hammaga yoqimli ishtaha.